Oldingi videoda stress ichaklar faoliyatiga qanday ta'sir qilishi haqida gaplashgan edik. Endi esa ichaklar nega aynan hissiyotlarga bunchalik sezgir ekanligini tushuntirib beraman. Gap shundaki, ichaklarimizda millionlab nerv hujayralari mavjud. Ular miya bilan doimiy ravishda axborot almashinib turadi. Shuning uchun inson kuchli hayajon, qo'rquv yoki xavotirni boshdan kechirganida bu holat darhol qorin sohasida ham seziladi. Masalan, muhim suhbat oldidan qorin burab qolishi, imtihon oldidan ich ketishi yoki kuchli stress paytida aynan ishtaha yo'qolishi mumkin. Ammo muammo shundaki, ba'zi odamlar yillar davomida o'z his-tuyg'ularini ichida saqlab yurishadi. Ular g'azabini bildirmaydi, ranjishini aytmaydi, o'z ehtiyojlarini doimiy boshqalardan keyinga qo'yadi. Tana esa jim tura olmaydi. Agar inson o'z hissiyotlarini ifoda etmasa, tana ular haqida gapirishni boshlaydi. Ba'zida bu qorin dam bo'lishi, ba'zida oshqozon noqulayligi, ba'zida esa surunkali ovqat hazm qilish muammolari ko'rinishida namoyon bo'ladi. Shuning uchun sog'liq bilan ishlashda faqat simptomlar emas, balki insonning hayotidagi stress manbalari, hissiy holati va ichki kechinmalari ham e'tibor qaratilishi kerak. O'zingizga bir savol bering. So'nggi paytlarda men nimadan xavotirdaman? Nima haqida gapira olmayman? Qaysi hissiyotlarni ichimga yutib kelyapman? Ba'zan aynan shu savollarning javobi sog'ayish yo'lidagi birinchi qadam bo'lishi mumkin. Agar siz ham tanangiz yuborayotgan signallarni yaxshiroq tushunishni istasangiz, konsultatsiyaga yozilishingiz mumkin. Birgalikda sabablarni aniqlab, organizmingiz bilan uyg'unlikda yashashni birgalikda o'rganamiz.